Assalomu alaykum, kamera brend obunachilari. Bugungi obyektimiz 10 kilovatligimiz tayyor bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana, chotki hamma yog'i, DC avtomat hammasi bilan davlat toki yo'q mana. Panelda ishlayapti hozir. 3,5 kilovat rasxod qilyapti. Kondisionerda ishlayapti, kir mashina. Gelivi akkumulyatorlari bilan qo'yib berganmiz. Gibrid usulida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqing. Mana aka. Panellar o'chirdi. Akkumulyator o'zida ishlayapti. 3,5 kilovat. Kimga kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqing, o'zimiz murojaat qilamiz.